Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom shunday marhamat qildilar. Ummatim o'tish kerak bo'lgan 5 dona qiyalik bor. Hazrat Abu Bakr so'radi. Rasululloh nima u qiyalik? Rasululloh alayhisolatu vassalom sanadilar. Birinchi qiyalik o'lim va uning qiyinligi. Ikkinchi qiyalik qabrda yolg'iz qolishi. Uchinchi qiyalik munkar nakir, so'roq qiladigan farishtalar, ularning savollari va haybatlari. To'rtinchi qiyalik amallarni o'lchaydigan tarozi va qulning xayrli amallari yengilligi. Beshinchi qiyalik Sirot ko'prigi va uning ingichkaligi. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu buni eshitgach, shunaqangi yig'ladiki, 7 osmon va yer o'rtasidagi barcha farishtalar samo ahli yig'ladi. Shunda Jabroil alayhisalom tushdi va dedi: Rasululloh Hazrat Abu Bakrga ayting yig'lamasin. Shu so'zni eshitmadimi? O'limdan boshqa hamma narsaning chorasi bor. Va Jabroil alayhisalom davom etdi. Birinchi qiyalikda kimki bomdod namozini o'qisa, o'lim va uning qiyinligi unga oson bo'ladi. 2. Kim peshin namozini o'qisa, qabr va uning torligi u uchun oson va keng bo'ladi. 3. Kimki asr namozini o'qisa, munkar nakir savollari va ularning haybatlari u odam uchun yengil bo'ladi. 4. Kimki shom namozini o'qisa, u odam uchun tarozidagi amallari yetarli bo'ladi. 5. Kimki xufton namozini o'qisa, u uchun Sirot ko'prigi oson bo'ladi. Aytishadi, kimki namozlarini bo'shashmasdan qilsa, o'lim vaqtida la ilaha illalloh Muhammad rasululloh u uchun osonlashtiriladi. Bu ma'lumotlarni istagan barcha insoningizga yuboring.